Nimaga qarshi? Kimga qarshi kurashamiz? Ko'rinmas dushmanlarning eng kattasiga qarshi. Bizni har tomonimizdan o'rab olganlarga qarshi. Nafsimizga shivirlayotgan shaytonga qarshi. Qo'limizdan hamma narsamizni tortib olmoqchi bo'lganlarga qarshi. Dehqon yil bo'yi tinmay ishlaydi. Avval tuproq havo olsin deb kutadi, keyin esa urug' sepadi. Ming bir qiyinchiliklar bilan sug'oradi. Do'lda qolmasin deb duo qiladi. Yig'im-terim davri keladi va hosilini yig'adi. Dehqonning 1 yillik mehnatini 5 daqiqada chop etilgan bu dollarlarning 10 tasiga sotib olinadi. Beshona teri to'kib, bola chaqasi bilan ishlab yetishtirgan bir ombor bug'doyni 5 ta qog'oz pulga almashtiradi dehqon. 1 yillik mehnatini 1 daqiqada chop etilgan qog'ozga alishtiradi. Bechora. Ammo o'sha pulni ham dehqonda qoldirmaymiz. Chunki biz pulni qadrlaymiz. Lyuks chiroq agenti dehqonning oldiga borib, biz ilgari bergan pulga hashamatli chiroq sotadi. Dehqon chiroq uchun 1 yillik mehnatini sarflaydi. Endi u bizning pulimizdir. Chiroq yonishi uchun kerosinni ham biz sotamiz. Bu shunday davom etaveradi. Ular ishlaydi, harakat qiladi, biz esa hamma narsasini bir qog'oz bilan qo'lidan tortib olamiz. Yangi dunyo yaratilmoqda. Bu tizimda hamma narsa sarmoya egalari uchun ishlaydi. Biz esa o'sha sarmoyaga oqib kelayotgan pul manbasini yopamiz. Global qaroqchilarga, haq bilmagan, huquq tanimaganlarga, notavon ixlosmandlarga hadlarni bildirib qo'yamiz inshaalloh. Inshaalloh. Beylar, yangi dunyo tizimini qurayapmiz. Hamma sohada faqat biz foyda ko'ramiz. Banklar bizniki. Tijorat bilan shug'ullanadiganlarning hammasi biz uchun ishlaydi. Barcha kemalarni, temir yo'llarni bir qo'lga yig'amiz. Har bir yo'lovchidan olingan puldan bizga foyda tushadi. Biz o'rnatgan foiz tizimida ham hamma narsa biz uchun ishlaydi. Biz mana shu tizimga qarshi turishimiz kerak. Texnika rivojlanmoqda. Ishlab chiqarishni yo'lga qo'yishimiz kerak. Boshqalar zavod, fabrikalar ochiladi. Lekin foiz ko'rsatishlar bunday bo'lgach, ishlab chiqara olmaymiz. Ularning shafqatsiz tizimiga to'xta deymiz. Imperiyalar oldimizdagi yagona to'siq va biz imperiyalar davrini tugatamiz. Har bir mamlakatdan bir odamdan tanlaymiz. Angliyadan Cherchillni, Chor Rossiyasidan Marks g'oyalariga ishongan Leninni, Usmonlidan hozir oramizga qo'shiladigan Bey afandini, u o'z qarorini qabul qiladi. Olib keling.